Islom Karimov nega xalqdan pulini zudlik bilan sarflashni so'ragandi? O'shanda bizda davlat boshqaruvi tarixida kutilmagan qaltis vaziyat ro'y berdi. Prezident hatto O'zbekiston televideniyasi orqali chiqish qilib, pulinglar bo'lsa mol-jon sotib olinglar, ushlab turmanglar, sarflanglar deb to'g'ridan-to'g'ri xalqqa murojaat qildi. Rossiya eski pulning o'rniga bir necha himoya vositasiga ega bo'lgan yangi pulni chiqardi. Lekin O'zbekistonda hali hech kimda bunday pul yo'q edi. Odamlar qo'lda bo'lgan eski 50 rublliklar bir kechada kuyib ketdi. O'shanda bozor iqtisodiyotiga o'tishni, mustaqil ish faoliyati yuritishni endi boshlagan qancha odamlar qo'lida ko'k rangli dasta pullar faqat tandir o'choqda yondirishgagina yaraydigan oddiy bir qog'ozga, pista po'choqqa aylandi qoldi. O'z pulimizning yo'qligi ish samaradorligiga ham ta'sir ko'rsata boshladi. Bunday vaziyatda nima qilish kerak degan savol Islom Karimovga tinchlik bermay qo'ydi. Bilasizmi, shunday murakkab bir paytda buyuk sarkarda Amir Temur yordamga keldi desam hech mubolag'a bo'lmaydi. Aniqroq aytganda, sohibqironning mablag'i tugab qolgani, hatto askarlarga beradigan nafaqa puli ham yo'qligi haqida dunyoning qaysidir mamlakatdan chopar orqali Samarqandga yo'llagan maktubi va unga suyukli yori maslahatchisi Bibi xonimdan kelgan javob Islom Karimovning yodiga tushdi. Buyuk Amir Temurning aqlda tengsiz, suyukli rafiqasi Bibi xonimning amirim. Ha, agar pulingiz yo'q bo'lsa, aqlingiz ham yo'qmi? Unga nima bo'lgan degan so'zlari Islom akaning bu masalaga yechim topishiga katta turtki berdi. Hozirgi holat mana shu. Peshvoda bergan effekt mana. Saf savdo magazinidan bemalol qo'rqmasdan zakaz berishlaring mumkin. Pochtangiz keldi, pochtangizni oldim, monagay. Akajon yarim oyda. Katta rahmat, zo'r ekan. Sement uchun dori olgandim, 59 kilo chiqardim. Hozir 68 kiloga yaqin sement. 8 kilo sement. Dori olmoqchilarga tavsiya qilaman. Bemalol qo'rqmasdan zakaz qilaveringizlar. Foydasi zo'r, ishonaveringlar. Ishonmadim deb olmanglar mana. 3 oy bo'ldi. Shu gaplarni yozyapman-u, Islom Karimovning mustaqillikning dastlabki yilda xorijga qilgan tashriflari yodimga tushadi. Pul islohotidan 1-2 yil burun O'zbekiston prezidenti avval Hindistonga, so'ng Turkiyaga rasmiy tashrif bilan bordi. Xorijiy safarga ketish arafasida delegatsiya a'zolariga vedomstga qo'l qo'ydirib, Hindistonga bo'ladigan 3 kunlik safarga $16, Turkiyaga esa $21 miqdorida xizmat safari haqqi berilgan edi. Ha, haqiqatdan ham pul tanqis edi. Odatda pul yo'q bo'lsa oldi-berdi ham to'xtaydi. Pul yo'q. Xo'sh, nima qilish kerak deb bosh qotib turgan Islom Karimovning xayoliga yarq etib bir fikr keladi. Ha, puli bo'lmasa ham ilgari so'nggi misqoligacha markazga jo'natilgan puldan ham a'loroq butun jahon hisoblashadigan oltini bor-ku O'zbekistonning. Lekin o'rta asrlarda bo'lgani kabi oltinni cho'ntakka solib olib yurib bo'lmasa, unga do'kondan biror narsa xarid qilish imkonsiz. Xorijiy aeroportlarda yonilg'uchon hisob-kitob qilib bo'lmaydi. Yana xayollarga cho'mdi, prezident nima qilish kerak? Yodimda, davom etadi Rahim aka. O'sha paytda Islom Karimov sanoqligina rahbarlarni xonasiga yig'ib shunday dedi: Muhokama qiladigan mavzuyimiz juda nozik. Milliy pulimiz muammosi. O'zimizning milliy valyutamizga o'tish masalasi murakkab va u cho'zilib ketyapti. Biz 2 yirik davlat bilan muzokaralar olib bormoqdamiz. Bu o'zaro ikki tomonlama o'ta yopiq muzokaralar bo'lgani sababli gap shu yerda va shu xonada qolishi shart, deb biroz sukut saqladi-da, so'ng gapida davom etdi. Pulni bosish jarayoni deyarli tugagan. Qog'oz pullar shu davlatlar omborlarida tayyor turibdi. Faqat shu qimmatbaho qog'ozlarga ketgan sarf xarajat haqqini to'lab, o'zimizning mutaxassislarimiz tomonidan yaratilgan va qator himoya chiziqlariga ega bo'lgan o'zbek milliy qog'oz pulni O'zbekistonga olib kelishimiz kerak. Bu bilan mustaqillikka erishish yo'lida yana bir muhim qadam qo'ygan bo'lamiz. Biz bu davlatlar bilan o'zbek so'mi uchun bozor bahosida oltin bilan hisoblashamiz. Sizni Rahim Rajabovich deya menga murojaat qildi Islom Abdug'aniyevich. Shu davlatga, rivojlangan davlatlardan birining nomini aytdi. Yana bir mas'ul xodimga qarab, sizni esa endi sharq davlatlaridan birini tilga oldi. Yuborishni rejalashtiryapmiz. Bir narsada nihoyatda ehtiyot bo'lishingizni so'rayman. Xorijga uchayotgan samolyot Rossiyaning Elchevetsk shahrida yonilg'i olishga to'xtaydi.
Har bir aeroportda bo'lgani kabi u yerda ham samolyotni nazorat qiladigan bojxona xizmati mavjud. Bu tomonga uchayotgan samolyot Yaqin Sharqdagi mamlakat aeroportining nomini aytdi Islom aka. Shu yerda yonilg'i olish uchun to'xtaydi, u yerda ham bojxona bor. Bu masalalarni tushuntirish yo'li bilan shovqin-suronsiz, tinchgina hal qilmoq kerak. Albatta kutilmagan bu topshiriqdan avvalgi sarosimaga tushib qoldim. Shunday bo'lsa-da xonasida odamlar oldida e'tiroz bildirganim yo'q, deb davom etadi Rahim Rajabov. Lekin yig'ilishdan keyin Islom Karimov xonasiga kirib, "Islom aka, men temir tersakni bilaman, zavod, fabrikani bilaman. Ana boring qurilishning ham uddasidan chiqishim mumkin. Buning ustiga men ingliz tilini bilmasam, bunaqa operatsiyalarga umuman o'quvim ham yo'q", deya bunday murakkab va nozik topshiriqdan meni ozod qilishini so'radim. Islom akaning qattiq jahli chiqdi va menga qarab, "Ha, qo'rqoq, yana davlat kotibi emish-a", deb baland ovozda gapirib tashladi. Chidadim, nima ham qilishim mumkin edi. Milliy valyuta masalasi nihoyatda muhim. Uni zudlik bilan joriy etish kerak. Keyin prezident kimningdir manfaatini emas, xalq manfaatini, davlat manfaatini o'ylab ish qilyapti. Lekin keyin ma'lum bo'lishicha, qaysidir bir aeroportda samolyotimiz ushlangan, tillolar hibsga olingan. Maxsus xalqaro komissiya barchasini tekshirgan. Tahlil qilib ko'rilgach, bu tadbirda hech kimning qora bir niyati, shaxsiy manfaati yo'qligi sababli va bu operatsiya endi mustaqillikni qo'lga kiritgan xalq manfaati va jahon xaritasida yangi paydo bo'lgan yosh davlatning bir martalik tadbiri ekani kabi asl sabablari tushuntirilgach, muammo diplomatik va yuridik yo'l bilan hal qilindi. Balki shu paytlarda zulmat saltanati deb yuritiladigan Sovet ittifoqidan ajralib chiqqanimiz ham yordam bergan bo'lsa, ajab emas. Shunday qilib mustaqil O'zbekiston o'z puliga ega bo'ldi, lekin bu hali haqiqiy milliy valyuta emas, vaqtinchalik pul qog'ozlari edi xolos. Xudoga ming qatla shukrlar bo'lsinki, hozir mana O'zbekiston o'z tangasiga boshqa pul birliklariga nisbatan qadr-qimmati belgilangan, yaxshi himoyalangan qog'oz pullarga, davlat g'aznaxonasiga, zamonaviy pul bosish korxonalariga, yuzlab banklariga ega. 1991-yilning avgusti Moskvada o'zini davlat favqulodda holat qo'mitasi deb atalgan bir guruh siyosiy avantyuristlar davlat to'ntarishini sodir etishga uringan kunlar birinchi prezidentimiz Islom Karimov o'zining xorijga dastlabki rasmiy tashrifi bilan Hindistonda edi. Mustaqillik uchun qattiq kurashgan Islom Karimov yashirin holda chaqirilgan bu yig'ilishdan tabiiyki bexabar edi. Va albatta davlat mustaqilligini qo'lga kiritish, keyin uning oyoqqa turishi hech qachon oson bo'lmagan. Endigina mustaqillik nashidasini surayotgan qariyb 22 millionli O'zbekiston xalqini har kuni oziq-ovqat, kiyim-kechak va boshqa hayotiy zarur vositalar bilan ta'minlash kerak. Do'konlar, bozor rastalari bo'mbo'sh. Axir ishchilarga maosh, pensionerlarga nafaqa, talabalarga stipendiya berish, qo'yinki jamiyati insonlar orasida bo'ladigan o'zaro munosabatlarning qariyb barchasi pul orqali amalga oshiriladi. Biz esa 3-4 yildan buyon boshqa davlat puli bilan yashar, moliyaviy faoliyat yuritar edik. 130 yil davomida poymol etilgan g'ururimiz hamon to'liq tiklanmagan edi. Shunday bir vaziyatda Islom Karimovning tashabbusi va g'ayrati bilan hukumat va moliya vazirligi xodimlarining xatti-harakatini haqiqiy jasorat desa bo'ladi. Bu ishda shu paytdagi rahbarlarning mustaqil O'zbekistonga bo'lgan mehri, vatanparvarligi, milliy g'oyaga sodiqligi va insoniy pokligi ularni ruhlantirar, dadil harakatlarga chorlar edi. Va ana shu muhim, qaltis lekin qilinishi muqarrar bo'lgan ish amalga oshdi. Har qaysi millat qachon ulug' maqsadlarga erishadi? Agarki uni oldida ulug'vor, butun millatni ko'taradigan, butun millatni aytaylik qanotiga ko'taradigan, butun millatni ruhini ko'taradigan, intiluvchi bir maqsad paydo bo'lmasa, bu maqsadlarga hamma millatni sog'lom kuchlari safarbar bo'lmasa, bu millat hech narsaga erisha olmaydi. Kim o'z xohishi bilan mana shunday koloniya nimasida, darajasida, saviyasida turgan, xomashiyoni tekinga sotib beradigan davlatni, respublikani kim o'z qo'li bilan topshiradi mustaqilligini? Kim? Bormi tarixda bunaqa narsa? Yo'q, bo'lmaydi ham.
har xil niqoblarni, har xil liboslarni kiydirish mumkin o'ziga. Urf odatlarimizni, o'zimizni ulug' madaniyatimizni, o'zimizni ulug' ajdod avlodlarimizni mana joyiga qo'yapmiz. Hurmat bilan boshimizga ko'taryapmiz. Ma'naviy yana bir marta aytaman, ma'naviy hayotni joyiga qo'yapmiz. O'zbek bo'lgan odamni o'zligini tushunish uchun ko'p ish qilyapmiz. Bu ulug' millat. Bu millat ko'rasizlar, albatta dunyo darajasiga chiqadi.